bola qara, yana bola. Ha, beparosat. Beparosat! Shunaqa odamlar ham juda nima deysiz shunaqa odamlarga, ustoz? Ko'rdingiz, juda xunuk holat mana. Siz ayolingiz bilan mashinada ketayotgan bo'lishingiz mumkin. Ha, borani ayol kishi rolda ketayotgan bo'lishi mumkin. Uyat-ku, bu uyat. Ya'ni birinchidan odamlar nazardan qoladi. Ikkinchidan ham yo'q, bularni bo'ladi. Shunchidan eng asosiysi jin ilashtirishlar joyida. Juda ko'p 90% jin mana shunaqangi joylarga shunday borib hojatini chiqarib yuborishdan bo'ladi. Qarang, borib gapiraylikmi? Ya, siz nima deysiz? Bu ish yaxshi qoragan aytmas, yaxshi emas. Hamma yo'q hozir O'zbekiston sharoitida zapravkalar bor, biznes zapravka bor, meta zapravka bor. Sharoitlarda xudoga shu zo'r qilib berilganda, 2 minut nima borsa o'shga boradi. Nima qiladi bekor, nima qilibdi? Haqiqatda ayol kishi o'tiradi, mashinada ketadi. Ayolingiz bilan, oilangiz bilan, qizingiz bilan ketasiz. Yaxshi ish emas baribir borku. 3 minut, 1 minut sabr qilsa, xudo ashib yetadi, hojatini chiqaradi. To'ppa-to'g'ri. Bitta gapida, shu to'xtab turib hojatini chiqarganda ishtonga chiqarib qo'ygilsa, hojatini shu odamga arzon tushadi. Yana bilmadim. Yo'l chekkasida tika turib hojatini chiqaradiganlarga, ma'lum qiladiganlarga jo'natib qo'yamiz video. Maksimal like bosib, podeshga qo'yinglar, ko'rsin shuna odamlar.